Assalomu alaykum, xushomaded ba kanali bozor va biznes. Imruzangi navorimo viloyati So'x nohiyasi Petami DX Farmonqo'rg'on narxi navoiy govi guspandora mebrorем. Like va подписка разъя кардани фаромӯш накунед. Акнун сар кардем. Bugungi mol bozorimizdan mol va qo'ylarni narx-navosini sizlarga yoritib o'tamiz. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Narxi buqa 9000 somon savdo qildi. 9000 somonga mana shu navochani savdo qildi. 7,5 so'm. Berishgani yo'q lekin. Amin buqara 12800 somonga savdo qildi. Ay Qirg'iziston varda. 12300 somonga savdo bo'ldi. Qirg'izistondan olib kelgan mana shu navochani. Amin data buqachara 15000 ba savdo qildista بود. 15000. Dodagi nabud. Mana shu ikkita navochani 15000 somonga savdo qildi. Berishgani yo'q. Mana men buqa 16300 somonga savdo qildi. Dodagi nesta. 16300 somonga savdo bo'ldi. Berishgani yo'q. Amin buqara 48 somon ba tarozi ba dod. 48 somondan taroziga berildi mana shu alanovoz. 13200 somon ba savdo qildi. Amin buqara dodagi nesta. 13200 somonga savdo qildi, berishgani yo'q. Amin buqa 13100 somonga savdo qildi, dodagi nesta. 13100 somonga savdo qilishdi mana shu alnovosda, berishgani yo'q. Amin g'umojini 7000 somonga savdo qildi. 7000 somonga mana shu g'umojinchani savdo bo'ldi. Amin sigiri 9000 somonga savdo qildi, dodagi nesta. 9000 somonga mana shu serda savdo qildi, berishgani yo'q. Toyrakani sigiri 9000 so'm. Amin g'umojini 6600 somonga savdo qildi. 6600 somonga savdo bo'ldi mana shu g'umojin. 6600 so'm. 8200 somonga amin g'umojini savdo qildi, dodagi nesta. 8200 somonga mana shu g'umojinni savdo qilishdi, berishgani yo'q. Sakkiz ming 200 so'm. Mana shu g'unajin 6,5 so'm. 6500 somonga savdo qildi. 22000 somonga amin buqa savdo shu. 22000 somonga savdo bo'ldi mana shu qaranovoz. Ha, 13000. 15000, 15000 so'm. 15000 so'm, 13000 so'm, 13000 so'm. Mana shu 13000 so'm bo'ldi. 15000 so'm. Savdo qildi, nadod oldi. 6,5 so'm. 6500 so'm savdo. Amin har dusha 4600 somonga savdo qildi, dodagi nesta. 400 so'mda. 4600 somonga savdo bo'ldi, berishgani yo'q. Mana shu ikkita qo'shqoldi. Amin dota qo'shqora 6000 somonga savdo qildi. Endi dodagi nesta. 6000 somonga mana shu ikkita qo'shqorni savdo qilishdi, berishgani yo'q. Abdakani qo'shqorlaridan.
Mana shu ikkita qo'chqor. Mana men har dushi 4000 so'mlik savdo kard, dodaga nesday. 4000 so'mda mana shu boqilgan qo'ylarni savdo bo'ldi, berishgani yo'q. 4000 somon savdo. Men Qo'chqora 3700 so'mga savdo kard, dodaga nesday. 3700 somon. 3700 so'mga savdo bo'ldi, berishgani yo'q. Men har dushi savdo kardan 5100 so'mga har dush savdo shud. 5100 so'mga mana shu ikkosi savdo bo'ldi, Moskvaga olib ketyapti. Farmoqon qishlog'idan. Men Qo'chqora 4000 savdo kardan dodaga nesday. 4000 so'mga mana shu boqilgan Qo'chqorda savdo bo'ldi, berishgani yo'q. Yigit akani Qo'chqori. 5000 somon. Anja 10000 so'mga yak xonojina savdo kardista bu. 10000 so'mga savdo kardamin. Anja stodagi xonojina. 10000 so'mga savdo bo'ldi mana shu xonojin. Seta Qo'chqora 9500 so'mga savdo kard, dodaga nesday. 9500 so'mga savdo bo'ldi. Mana shu 3 ta Qo'chqor berishgani yo'q. Imruzai Navorimo به آخر رسید. لایک و подписка زیرکردن رو فراموش نکنید. امروزه نواریم دیگه فرماقلقان نرخ نوای گاوی گوسفندها را برآوردیم. سعادت سلامت باشید. Bugungi videoroligimiz Farmoqo'rg'on qishlog'idan videoroligimizni olib bordik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozor va biznes kanalidan uzoqlashmanglar.